Kumush va oltin bozorlarda qimmatlashmoqda. 2025-yil dekabr oyida yetkazib beriladigan kumush fyucherslari narxi 1 troya unitsiya uchun $42 dan oshdi. Bu 2011-yildan beri birinchi marta kuzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan 19:17 da kumush $42 ni tashkil qildi. Oradan 15 daqiqa o'tib narx yana ko'tarilib $42,115 ga yetdi. Bu o'sish 1,31% ni tashkil qildi. Bu shuni anglatadiki, narxlar kun davomida barqaror oshmoqda. Shu bilan birga oltin narxi ham ko'tarilmoqda. 2025-yil dekabr oyida yetkazib beriladigan oltin fyucherslari narxi 1 unitsiya uchun $3627,1 ni tashkil etdi. Bu avvalgi narxga nisbatan 0,85% ga qimmatlashgan. Bundan tashqari 3-sentyabr kuni oltinning spot narxi tarixiy rekord darajaga yetdi. Kun davomida eng yuqori narx $3696,99 bo'ldi. Narxlarning o'sishiga bir nechta omillar sabab bo'lmoqda. Bozorlarda noaniqlik kuchaygani sayin investorlar xavfsiz aktivlarga, ya'ni oltin va kumushga ko'proq murojaat qilmoqda. Ayniqsa AQShda foiz stavkalari pasayishi mumkin degan kutishlar kuchaygani bois qimmatbaho metallar bozorda yanada ommalashmoqda.